Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bir mavzu bu Qur'oni Karimni o'rganish haqida. Men shuni aytmoqchimanki, bugungi davrda Qur'oni Karimni o'qish, uni yod olish va Qur'onga qiziqish yuqori darajada bo'lishi kerak. Chunki biz ko'ryapmiz mafkuraviy bo'shliqlarni, hattoki demokratik davlatda yashaymiz desak ham, mana shu demokratik davlatning tanazzulga uchrayotganini ko'ryapmiz. Chunki odamlar konstitutsiyaga amal qilmay qo'ygan, davlat qonunlari bilan qiziqmaydi, hattoki o'z haq-huquqlarini bilmaydi odamlar. Shuning uchun agar har bir odam, har bir musulmon Qur'oni Karimni o'qisa, uni o'rgansa, Qur'oni Karimga qiziqsa, bu a'lo nur ustiga nur bo'ladi. Ya'ni men so'zimni davomida shuni aytmoqchimanki, ulamolarimiz aytishganidek, beshikdan qabrgacha ilm izla. Bu juda keng ma'noli gap. Chunki har bir odam agar tug'ilganidan boshlab, ya'ni beshikdan to o'lgunigacha, qabrgacha ilm izlasa, bu tahsinga loyiq ish. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda Mujodala surasida shunday deydi: Alloh ilm berilganlarning, ya'ni Alloh iymon keltirganlarning va ilm berilganlarning darajalarini ko'tarur. Mujodala surasi 11-oyat. Shunday ekan, aziz do'stlar, ilm olishga qiziqing va ilm oling.